Aya qara. Yangi shogirdcha kelgan. Faqat sal uyalchang. O'zing ishni o'rgatasan, o'g'irlikka birga kirasizlar. Qolgan uzoq ketadi. Kel. Qalaysan? Jiyan. Nima deyman aka, uyalyapman. Qo'lingni ko'tardi. Qo'lingizni ko'taring aka. Nima ko'taraman qo'limni? Nima ko'taradi bu? Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'tarib, pulingizni chiqazing deysan. Davay. Uyalaman aka, unday deng. Uyalma, oy. Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulni chiqaring. Tilanchiman-da. Men o'sha Beshing bu yerda aka. Biz gado emasmiz, biz o'g'ri emas, kassadagi pulni so'ra. Davay. Endi u kassadagi pulni bering aka, hammasi. Tushundimsan, men xo'jayinim bor, отчетim bor. Xo'jayini borda. Yoqasini ushlab bitta qo'rqit. Bo'g'ib tasha. Qattiqroq. Noto'g'ri tushunmaysizmi? Tirjab qoldi. Uyalyapman, bo'lmayapti. Menga qara. Unda tekinga narsa olib ketamiz deb. Davay. Tekinga narsa olib ketamiz aka, maylimi? Nima olmoqchisan? Sifat shirinligida olaylik, zo'rda, trendda. Davay. Zo'rmi bu? Ha, zo'rda bu. Bunda ko'proq ol. Bo'ldi. Mayli. Bitta tur ketamiz. Aka, qabul bo'lmaysiz. Kechirasiz. Qoch bo'laysan, kel, qoch. Nega o'g'liga tushdilaring? Endi qamalasanlar. Nima deyay? Hech narsa dema, bo'ldi, o'sha qamalamiz. Akani oldiyami uyalyapman. Nimadan o'ylayapsan? Bilmadim, qilmishimdan. Unaqa tarbiya olmaganimdan. Uyatli bo'ldi ishimiz. Jiddiy. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya?